futbol o'ynab turadiganlar uchun juda ham zo'r ilova ishlab chiqishibdi, Play Match degan. Bu yerda nima bo'ladi? Telegram gruppaga bularning botini qo'shib qo'ysanglar yoki ilovani o'zida odamlarni yig'sanglar, ya'ni ishtirokchilar, o'yin ishtirokchilarini yig'sanglar, bemalol bu yerda so'rovnoma o'tkazish, ya'ni kim boradi, kim bormaydi, belgilangan vaqtda o'zi avtomatik so'rovnoma yaratadi va boradigan odam boramanni bosadi, bormaydigan odam bormaymanni bosib qo'yadi. Shuning o'zi yetarli. Eng qizig'i, doim bo'ladigan muammo, qaysidir komanda kuchli bo'lib ketadi, qaysidir komanda kuchsiz bo'lib qoladi. Shunaqa holatlarda jamoalarni bir teppa-teng qilib hisoblab o'lchab beradi. Bu ko'ringlar, qaranglar. Buning uchun prosta taniydigan o'yinchilaringizga prosta 10 ballik shkalada ball qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Jamoalarni teng qiladi. Eng yomon tomoni bor, yana o'yinga boraman deb turib kelmaydiganlar bo'ladi. O'shalarni ham jarima qilish mumkin. Bemalol 2 ta o'yinga, 3 ta o'yin, 5 ta o'yin xohlagancha o'yinga ovozini qabul qilmaydigan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Eng qizig'i yana bu yoqda o'yinchilar degan bo'limi bor. Bu yerda gollarni kiritib qo'ysanglar bo'ladi, assistlarni kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Bemalol o'yinlarni ko'rib ana borsanglar bo'ladi. Ya'ni statistikalarni yig'ib borish mumkin bo'ladi. Bundan keyin o'yindan keyin bemalol shunaqa o'yinchilarga ovoz bersanglar bo'ladi. Bugun qanaqa o'ynadi? Yaxshi o'ynadimi, yomon o'ynadimi? Bularni bemalol ko'rib tursanglar bo'ladi. Keyin reyting tomoni bor. Bu yerda aynan shu oxirgi o'yinda kim zo'r o'ynadi, ya'ni kim yuqori ball oldi, buni ham bemalol ko'rib tursanglar bo'ladi. Bundan tashqari davomati bor. Kim aktiv doim futbolga kelib turibdi, kim kelmayapti, kim jarima olgan, hammasini ko'rib tursanglar bo'ladi. Eng qizig'i yana bu yerda istoriya qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni gollar bo'lishi mumkin, rasm bo'lishi mumkin. Shularni video orqali yoki rasm orqali istoriya qo'yib bemalol yig'ib borsanglar bo'ladi. Eng qizig'i yana bitta narsa, mana qaranglar, profilga kirganda bu istoriyalarni bemalol saqlab qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin gollarni qaranglar, mana yanvar oyida nechta gol urdinglar, nechta assist qildinglar. Hammasi yil bo'yicha, oy bo'yicha yig'ilib boriladi. Qaranglar, qanaqa zo'r. Qaysi komandada oxirgi marta o'ynadinglar, kimlar bilan o'ynadinglar, hammasi ko'rinib yig'ilib boradigan ilova bo'lgan. Juda ham zo'r. Ishlatib ko'ringlar. Googledan, Play Marketdan Play Match deb qidirsanglar, mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana ilova Play Match deb qidirsanglar, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ofitsialniy, bu hech qanaqa virus unaqalari yo'q, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. App Store'da ham mana Play Match deb qidirsanglar, Play Marketdan Play Match deb qidirsanglar bo'ldi. Bemalol ishlataverasizlar, mazza qilib foydalaninglar, o'rtog'inglarga ham tavsiya qilinglar.